Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, akalar, xudo xolasa bugungi videolarimiz o'sha qo'ydi boqish sirlari, o'sha rekda yurgan o'sha Boburjon ukamizni oldiga yetib kelganmiz. Xudo xolasa assalomu alaykum Boburjon. Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Assalomu alaykum obunachilar. Bugun qo'y baqish haqida boru ma'lumoti bor, dodalari bo'ladi. Nomer 1. Boburjon, gap yo'q. Bir boshdan oxiriga doğru ma'lumotni beraman. 150 ta qo'yim bor. 150 ta qo'yni qanday boqish, qanday daromad 50 million, 100 million o'yiga topaman deysiz, qanday topasiz desa, hisoblab kalkulyatorga tushib beraman. Bo'ldi, xudo xolasa. Buni mashhur qozonimiz. Sehrli qozon ekan bu. Sehrli qozon bo'ladi. Bu borib, buni qozonimni ko'rib, meni ko'rsa o'zi borib, hammani esiga tushaman. Akalar, eng asosiysi boshlandi. Muloni qarang, o ichida yonayotgan. Mana nima bilasizlarmi? Qo'ydi o'zini qiyi. Qo'y tagidan chiqadigan. Qo'ydi o'zida bor. Ay, Alloh. Mana Muloni qarang, akalar. 50 kilo makka, 50 kilo bug'doy, ustida shipirga urug', 100 kilo jami nima bor? Xo'p. Endi bu hozir qaynayapti mana. Nech kiloli qozon bu? 120. 120 kiloli. Makka bilan shipirga urug'mi bu? 120 litr. Makka bug'doy shipirga urug'. Mana Buni akalar. ma'lumotlarni olib beraman. Bu bori qozondan ko'tarilmaydi. Qozondan. Qozonni ko'rdingizmi? Ha. Bu qozon meni ko'rsating, sen nariga tushib olaver. 5 sm, 6 sm ga ko'tariladi bu. Nimaga? 120 litrli qozon 200 kilo yuk ichiga sig'adi. Qo'shilib boradi u ko'paygan sari. 200 kilo bo'ladi. O'shancha qaynatib berishda nima qaynatib beriladi? Ham barakali bo'ladi. Xo'p. Ham qo'ydi 4 oy, 5 oy baxmis, 2 oy vaqasi tamom. Endi bor-ku, azamaga. Akalar, mana eng asos. Azamaga qo'yib ko'rsating. Mana qo'ra, o'sha mashhur qo'ra. Xudo xolasa 1 millionga bitgan qo'ra bor-ku, hisoblab ko'rsatib. Nechta qo'ra bor beyda? Nechta qo'ra? 4 ga bo'lingan 80 bosh qo'yib olashaydi. Bu yerda 80 bosh ag'ila qog'ollari bor ekan, xudo xolasa. Tepa qo'ram, uni ham ko'rsataman. Kel. Sekin mana bular. Bular yangi tashalib tishkiliga bular. Bular 2 kun bo'ldi. Ariq variantidan. Buni mana oriq qo'ydi qayda olamiz? Qayda olasizlar? Bozorda olasizlar. Hop. Qari, oriq, bo'g'oz, hozir bo'g'oz sezon. Hop. Bir marta aylantirib olsa bo'ladi. Hop. Bo'g'oz olib, qarang, mashhur mana. Hozir bularni ko'rsataveringlar. Mana mashlar Bular ariq. Ariqlari mana. Endi 40 kundan keyin bu qo'ylar qanday bo'ladi? Hop. Buni qo'ylar 40 kundan keyin azam bo'ladi. 40 kun bo'ldimi bular tashaganingizga? 40 kun bo'ldi. Bularda akalar hozir so'ysa ham bo'lardi, yo'q qolib tishkilik ichida. 30 kilo yuki bor, lekin bo'g'oz qo'ylar. Bo'g'ozmi bular? Ha, bo'g'oz. Hozir zo'r o'zgaribdi lekin. 2,5 millionlik qo'y deydi, to'g'rimi? 2,5 milliondan olaveradi ham bo'g'oz, yaqin. O'g'lar zo'r o'zgaribdi. Bularda azam bor. Bularni qisqasi bunday qilamiz mana. Qo'rani eniga qancha, uzunligi qancha? 3 metr ichi. 3 metrga ichi. Eni 3 metr, uzunasi 20 metr. Qisqasi mash qisqasi mashaydan ag'i necha metr chiqadi? 5 metrdan nechta qo'y turaveradi? 20 ta oshiqroq ham turaveradi. Mashayda nechta qo'y bor hozir mashayda? 20 ta qo'y. 5 metr yera mashay. 5 metrga 3 metr. 5 metrga 3 metr. Eni 3 metr, uzunasi 5 metr azamaga. 20 ta qo'y xotirjam turaveradi. Endi buni azamaga qarang. 2 milliondan olib tashalgan bo'g'oz. Hozir 2,5 milliondan xotirjam olaveradi. O'sha Dehqa akamiz ham savdogar ham olaveradi. 40 kun ag'bag'ida bo'ldi bular tashaganimizga. Hozir 1 oy atrofida tug'adi. Hamma qo'y bor, bu qo'y emas. Hamma dalani qo'y bor, 1 oyda tug'adi. Tug'adi. Yana sotuvga tashaganlarimni ko'rsataman. Xo'p. O hozir YouTube'ga boshqa YouTube'larga oldik sotuvga. Ularni ham narx-navosi bilan tanishtirib, rostdan shundaqami, narxi arzonmi? 2 millionga bo'g'oz sog'liq beradimi, bermaydimi, o'shani men beraman. Bular yosh qanaqa bu qo'ylardi? Qanaqasini olib? Yosh umuman hech kimni qiziqtirmas. Mana kishi yo'q mana shu qo'ylardi. Zo'r o'zgaradi. Zo'r o'zgaradi. Mana etini ham, yillarni ham ko'rsatingda, pasaytirib. Mana shular shu tug'ishga yaqinlashib qolganlar ekan bular. Tug'ishga yaqinlashib. Bular 40 kun bo'ldi ag'baga tashaganingizga. Hozir mana 40 kun bo'ldi. 500 ming daromad bor, hech bo'lmasa. Mana obunachilar xudo xolasa sizlar ham olib boqsalaring bo'laver ekan. Siz foyda qilsa bo'lar ekan olib boqsa. Mana bag'ida ham bor. Bular necha kun bo'ldi tashaganingizga bular? Bir kun. Mana akalar.
Bunu olayım 3-4 kun bo'ldi. 3 kun 4 kun bo'ldim bular kelganiga. 4 kun bo'ldi. Mana akalar uni qo'ylar arig'imda uni turishini qarang, ariq. Umuman hali sifati Bozorda odam suymaydigan, nima deydi, qo'ylar olib boqib zo'r foydalansa bo'laveradi, xudo xolasa. Endi azamaga oddiy haligi bir ferma emas. Xo'p. Ferma emas, oddiy uy sharoitida. Endi uni ponni ongda faqat chiqadi. Bag'da qo'chqorlar bor ekan shikiliga. Ayda 10 dona qo'chqor bor. Qo'chqor mana. Bu yotibdi, yem yashagini yeb. Bizni qo'chqorlar urushmaydi. Urushmaydimi? Ha, qo'shib endi to'yib yeydi. Mana eshittiring, mana mashina nima sababdan qo'yilgan mana shu balon, masalan. Balon nimaga qo'yiladi? Xo'p. Endi ich obunachilar so'rashi mumkin-da. Xo'p. Bor, urushadi. Xo'p. Bunini suzib trenirovka qilib turadi. Ha? Trenirovka qilib Bu turadi. suzadi uni, ha? Har zamonda. Har zamonda shu suzib trenirovka qilib turadi. Ha. Buni kelgan obunachilarimizga uchun. Bular necha oy bo'ldi tashlaganingiz, mana shu qo'chqorlar? 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. Necha puldan olingan o'zi 3 oy oldi? 1 million 400 mingdan olingan. 1 million 400 ming hozir mana shular 30 kilo 35 kilo yuki bor shekilli menimcha dumbalar. 3 million ag'bag'ida olaver ekan. 3 million ag'bag'ida emas, 3,5 millionda. 3,5 million ag'bag'i eganda, har xil eganda katta. Ko'ryapsizmi? Nimaga buni bug'doy bilan makka qaynatib beriladi? Xo'p. Bu qarang, zumbani qarang. Dumba ham qizarib ketdi, Bo'yinni qarang, to'shni qarang. To'la. O'ta semiz. Tiqilyapti, zamang. 3 oyda mashinchalik o'zgardi. 3 oyda qo'chqarni ham 3 oyda semirtirib qo'ysa bo'ladi. 3 oyda. Qo'chqar baqadigan akalarimizga 3 oyda semirtirib, yetiltirib qo'ysa bo'ladi. 3 oy bor, 3,5 oy bo'lishi mumkin, lekin katta endi. Gavdasiga qaraganda katta qo'yib bo'ladigan bo'lsa, 3,5 oyda yetiladi. 3,5 oyda. Bular qachon ovqat yeydi bular, masalan, deylik. Ertalab kechqurun. Ertalab kechqurun. Abitda nima yeydi? Bitta suv, mana suv tursa bo'ldi. Suv tursa bo'ldi. Hashak yemaydi. Yo'q, hech bola yemaydi. Ertalab o'sha yem o'sha yeb, hashak yeb. Endi yem hashaklarni hozir yemini ko'rsatib, hashagini oxirrog'ida. Videoni oxiriga qadar ko'rishadi. Bag'da ham qo'ylari bor ekan akamiz. O, varaqda qo'ylari mana. Oddiy qarang, uy sharoitida mana. Ko'rdingmi? Ferma emas, bag'i qo'ram. Qo'y sovqotadi deganlarga, mana shu salabanday oldin to'sib qo'ysa bo'ldi. Oldin to'sib qo'ysa bo'ldi. Oldin mana akalar, xudo xolasa, nima deydi? Foydalaringga obuna bo'lib, like-ni bosib, gumillatib turasizlar. Mana shu ukamizdan xudo xolasa. Mana. Bittadan like, Xo'p, bittadan kommentariya, Boburjon otangizga rahmat deyshadi. xudo xolasa. Obunacha tugmachasini bosib qo'yishadi. Men o'sha kommentariyaga kirib maza qilarsam, yem berayotgan jarayonlarni hamma o'sha ertalab kechqurun chaqiraman, kelib yeminni olib turadi. Xudo xolasa, bo'ldi, iloji boricha harakat qilamiz. Harakat qilamiz. Mana endi azamaga bunalar sotuvga qo'ydim. Bular sotuvda variant, sotiladi degan nomeringizni qo'yib ham qo'yaveramiz. Ha, bular 20 ta. Bu sovliq 1 oy, 1,5 oyda tug'adi. Hammasi bir qo'ra. Endi bayda 20 ta, bu qo'rada 20 ta, o ichkarida 20 ta. Xo'p. O ichkarida. Ichkarida ham bormi sovliqlardan? Bular bo'g'oz variantida-na? Bo'g'oz variantidan. Mana. Akalar, xudo xolasa. Bular sotiladigan variant ekan, bo'g'oz sovliqlar. Bularni qisqasi nech puldan bular qisqasi olib boqishaman degan obunachilarga xudo xolasa. Ko'rdik-ku, menga qaradim. Ichkarida ko'rgan 20 tamiz, 2,200 dan. Mana bu yerda 20 ta. Ko'k kraskada turibdi, 2 million 100 ming so'mdan. Mana bu yerda 20 ta oq kraskada turibdi, 2 million so'mdan. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bilan ketaveradi. Ana obunachilar. Endi Fardaga buni olib shu videosini ko'chaga chiqarib video qilib tashlab ber desa, telefon qilishadi, nomerimni qo'yib qo'yasiz. Nomeringizni qo'yib qo'yamiz chiroyli qilib, xudo xolasa. Nomerimni qo'yib qo'yasiz. Akalar, nima deydi? Tavsiya qilaman, olib boqsalaring ham shu vaqtda ko'rsatdi, 2 million, 2 million 200, 2 million 100 dan. 2 choy tug'adi, tuqqandan keyin bollarini olib o'zini yemlab yuborsalaring ham nima deydi? Zo'r foyda qiladigan variantida. Xudo xolasa, o'zlari faqat asosan sog'liq baqa ekanlar. Men o'zimda faqat sog'liq. Ertalab kechqurun yem berasiz. Ertalab kechqurun yem beraman. Hashagiga uni qasog'idan beraman. Bu uni g'o'zapayani qasog'imi? Qonida o'nnaydi. Azamaga buni uvitib, endi yuring. Ko'chaga tomonga qarab yuring. Mana obunachilar tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Buni bu o'tib beriladimi buni? O'tib beriladi. Qari qo'ylarga
yemshaydi. Bu Yumshaydi. yemshaydi-yu mana. Hop, hop. To'g'rimi? Yemshaydi. Ana shuning uchun buni o'tib beriladi. Hop. Bu foydali tomoni qanaqa? Foydali tomoni qorinni o'nlaydi. Qorinni Qo'y semirishga yaxshiroq. yaxshiroq. Mana akalar o'tib anaqadan olib bersalangan bo'laveradi. Asosan pul arzon. Buni bir mashinasini necha pulga beradi? Bir mashinasi 1,5 millionga beradi. Telefon qilsa menga Hop. gaplashib ham beraveraman. Vodiy bo'ylab. Ana akalar, xudo xohlasa nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Xudo xohlasa manadaqadan olib berib bersalangan bo'laverar ekan. Bersa endi qorinni o'nlaydi. Nima desa bo'ladi? Buni hashakda birinchi beriladi. Har Hop. doim. Yemni oldin, yemni oldin. Hop. Yemni keyin tashlaysiz, yem sekin hazm bo'lguncha bu ham tushiravermaydi tez. Hazm Ha, bo'lmaydi. ha, ha. Shuning uchun qorinni o'nnaydi bu hashak. O'nday degan variantida. O'tmaydi, boshqa bo'lmaydi. Yemni bosib beriladi. Cho'tki 2 oyda qo'y yetilib tayyor bo'ladi. O'zingiz Endi 100 ta, oldi 150 ta sotisida solib olsa men qilib beraveraman. Hop. Boshqa yerdan olsa ham men sotishga ham yordam beraman. Qassoblarim tayyor bor. Har yerda, vodiyning har yerida bo'lsa o'tkazib berishga va'da beraman. Javob. Menni olish shart emas. Birovdan olsa ham telefon qilishadi, o'tkazib beraman. Mana akalar, xudo xohlasa Azlamaga endi bu obunachilaringizdan bitta so'rab qolaman. Kommentariyaga Boburjon otangizga rahmat deb yozib ketishadi. Bittadan like bilan. xudo xohlasa Bo'ldi. Barcha ma'lumotlarni besplatniy holda beraman. Nomerimni betiga qo'yib qo'yasiz. bo'ldi. Xudo xohlasa chiroyli qilib Sizlarga omad, hammaga musofirda yurgan akalarimizga, opalarimizga, hammasiga sog' salomat, bexatar beshkasi ishlab kelib, uyga qaytish nasib ro'z aylasin. Mana akalar, xudo xohlasa sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Mana shu Boburjon ukamizga o'xshab 100 ta, 150 ta qo'y baqish hammaga nasib qilsin akalar. Xudo xohlasa obuna bo'lib qo'yib, like-ni bosib, millat qo'yasizlar.